Assalomu alaykum, hurmatli korporativ buyurtmachilar. Ushbu video yo'riqnomada sizlarni davlat xaridlarining ekoplatforma.uz portali kooperatsiya aloqalari sahifasida e'lon joylashtirish jarayoni bilan tanishtirib o'tiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-martdagi 159-son qaroriga asosan davlat xaridlarida kooperatsiya aloqalarini o'rnatish maqsadida korporativ buyurtmachilar uchun har chorakda import qilinishi rejalashtirilgan mahsulotlar ro'yxatini shakllantiradi va tadbirkorlik subyekti bilan kooperatsiya aloqalarini o'rnatish bo'yicha bitim tuziladi. Buning uchun davlat xaridlarining ekoplatforma.uz portalida kooperatsiya aloqalari alohida sahifa ko'rinishida joriy qilingan. Tizimga e-kalit yordamida kiriladi va shaxsiy kabinetda kooperatsiya aloqalari e'lon qo'shish sahifasiga o'tiladi. Import qilinishi rejalashtirilgan mahsulot e'lonini joylashtirish uchun avvaldan reja jadval kiritish talab etilmaydi. Mahsulotlarni qidirish katagida tovar xizmat nomi yoziladi va ro'yxatdan tanlanadi. Tagida barcha tegishli kataklar to'ldiriladi. Sertifikat katagida shu tovar xaridida yetkazib beruvchidan aynan nima hujjat talab etilishi ko'rsatiladi. Texnik parametrlar va qo'shimcha talablar ko'rsatilgan fayllar yuklanadi hamda saqlash tugmasini bosish orqali e'lon joylashtiriladi. E'lon moderatsiyadan o'tilmaydi, bosh sahifada kooperatsiya aloqalari mahsulotlar ro'yxati sahifasida ko'rinadi. E'londa ishtirok etish uchun yetkazib beruvchilar tomonidan taklif berish jarayoni qanday bo'lib o'tadi? ekoplatforma.uz saytiga yetkazib beruvchi e-kalit yordamida kirganidan so'ng bosh sahifada kooperatsiya aloqalari mahsulotlar ro'yxati bo'limiga o'tiladi. Bu yerda ikkita bo'limni ko'rishimiz mumkin: mahsulotlar ro'yxati hamda e'lonlar. Mahsulotlar ro'yxati bu korporativ buyurtmachilar tomonidan kiritilgan e'lonlar, har chorakda ular tomonidan yangilab boriladi. Yetkazib beruvchi savdo boshlanishi uchun har bir e'lon tagida batafsil tugmasini bosadi. Shu e'lon bo'yicha taklif berish tugmasini bosib, ichida so'ralgan barcha ma'lumotlar to'ldiriladi. Taklif berish tugmasi yana takroran bosiladi. Shu tariqa avtomatik ravishda tizim tomonidan savdo boshlanadi, ya'ni savdo shakllanadi va 10 ish kuni davom etadi. Demak, kooperatsiya aloqalari mahsulotlar ro'yxati bo'limida, mahsulotlar ro'yxatida bu yerda korporativ buyurtmachilar tomonidan kiritilgan e'lonlar, bu bo'limda esa e'lonlar bo'limida tizimda bo'layotgan savdo ma'lumotlari. Mahsulot topilmadi, hozircha bo'lib o'tayotgan savdo yo'q. Takliflar berish tugagan muddatdan e'tiboran 10 ish kuni ichida korporativ buyurtmachining komissiya tarkibi talabgor yoki talabgorlar tomonidan berilgan takliflarni belgilangan tartibda ko'rib chiqadi va taqqoslaydi hamda kooperatsiya aloqalarini o'rnatish yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Kooperatsiya aloqalarini o'rnatish uchun bitta taklif olingan bo'lsa ham, komissiya tomonidan ko'rib chiqilishi va korporativ buyurtmachi tadbirkorlik subyekti bilan belgilangan tartibda bitim tuzishi mumkin. Komissiya qaror qabul qilingan kunda baholash natijalarini avtomat tarzda elektron bayonnomada qayd etadi. Korporativ buyurtmachi kooperatsiya aloqalarini o'rnatish bo'yicha eng yuqori ball to'plagan talabgor yoki talabgorlar bilan bayonnoma tuzilgan kundan e'tiboran 10 ish kuni ichida elektron shaklda bitim tuzadi. Komissiya esa o'z navbatida har oyda bitim shartlarini bajarish jarayonini monitoring qilib boradi hamda kamchiliklar aniqlanganda tadbirkorlik subyektiga ushbu kamchiliklarni bartaraf etishni talab qiladi. Korporativ buyurtmachi va tadbirkorlik subyekti tegishli holatlarda va zarurat tug'ilganda bitim shartlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Yuqorida belgilangan talablar bajarilganda korporativ buyurtmachi va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgan tadbirkorlik subyekti o'rtasida 3 ish kunidan kechiktirilmagan holda kafolatlangan xarid qilish shartnomasi tuziladi. Bunda korporativ buyurtmachilar kooperatsiya aloqalarini o'rnatish bo'yicha bitimda belgilangan hajmlarda va shartlarda ishlab chiqariladigan mahsulot bo'yicha 5 yil muddatga, farmatsevtika mahsulotlar bo'yicha 10 yil muddatga kafolatli xarid qilish shartnomasi, offtake shartnomasini tuzadi. E'tiboringiz uchun rahmat.